Alloh taborak va taolo sura Arofda otamiz Odam alayhisolatu vassalomni jannatda Alloh taolo maskan berganligi haqida gapiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va ya Adam uskun anta va zawjukal jannata. Ey odam, siz ham xotiningiz ham jannatdan o'zlaringizga maskan tutinglar deydi. Fakula min haythu shi'tuma, xohlagan narsalaringizdan, xohlagan joylaringizdan narsa olib yuringlar deydi. Va la taqraba hadhihi ash-shajarata, ammo buni daraxtga yaqin kelmanglar deydi. Ma'lum bir daraxtni Hazrat domla aytadilarki, Alloh taborak va taolo nima uchun shu daraxtni otini aytmaydi? Chunki o'sha daraxt badnom bo'lardi dunyoda. Hech kim o'sha daraxtning mevasini yemasdi dedilar. Biz otamiz chiqishga sabab bo'lgansan deb. O'shancha bu bug'doy deya falonchi daraxtni demaslik kerak. Alloh taolo daraxt dedimi? Bo'ldi, noma'lum qildimi? Agar ma'lum qilishda hikmat bo'lsa, Alloh taolo aytardi. Bir daraxtni ko'rsatib Alloh taolo aytdiki, "Buni daraxtdan yemanglar, fatakuna minaz zolimin", o'zlaringizga zulm qilib qo'yasizlar agar yesalaringizda. Favasvasa lahum ash-shaytonu, ki shayton ularga vasvasa qildi. Nimaga vasvasa qildi? Ularni avratlarini, uyat joylarini ularga ko'rsatib ochib qo'yishlik uchun qildi. Va qala ma nahakum robbukum an hadhihi ash-shajarati, aytdiki, Robbilaring sizlarni bunu daraxtdan yemanglar deb qaytarishining sababi illa an takuna malakayn aw takuna minal xolidin, mana shu daraxtni yesalaring bunda farishta bo'lib ketish xislati bor dedi. Buni yegan farishtaga aylanib qoladi dedi. Yo bo'lmasa buni yegan dedi, jannatda abadiy qolib ketadi dedi. Hazrat domla aytadilarki, payg'ambarlarda qilayotgan ishlarini hech qachon isyonda bo'lmaydi. Ma'siyat qildi deb bo'lmaydi. Ahli sunnaning e'tiqodi shuki, hech qachon payg'ambarlarga gunohning nisbatini bermaslik kerak. Odob shu. Sirqonib ketishi mumkin. Lag'zish deydi Farsi, lag'zish bo'lishi mumkin. Uni gunoh deb bo'lmaydi. Xo'p, lag'zish bilan sirqonib ketish bilan gunohning o'rtasida nima farq bo'ladi desa, gunohda odam yomon ishni yomon niyatda qilib qo'yadi. Esda qolsin, yomon ishni yomon niyatda qilib qo'yadi. Shuni otini gunoh deydi, ma'siyat deydi. Ammo gunoh ishni yaxshi niyatda qilib qo'ysa gunoh demaydi uni. Ya'ni yaxshi ta'vil qilib turib, demak mana shu daraxtni yeyishimda jannatda abadiy qolishim bo'ladigan bo'lsa, Parvardigor olamda huzurida doim turadigan bo'lsam, yaxshi ekan yeyish deb o'ylab turib yeb qo'yishgan bo'lish ehtimoli bor. O'shaning uchun isyon deyilmaydi. Xo'p, ya'ni uni shayton tushuntirib turganda, bu daraxtni yesalaringiz shunaqangi xislati bor, farishta bo'lib ketasizlar, yo bo'lmasa bu yerda abadiy qolib ketasizlar dedi. Va bularga qasam ichib turib, inni lakuma laminan nasihin dedi. Men sizlarga xayrixohman dedi. Shu yaxshi nimada, yaxshilikni sizlarga ravo ko'rib, bu nasihatni qilyapman dedi. Keyin bularni xullas ular daraxtni tatidilar, daraxtni tatiganlaridan keyinoq ularda avratlari ochilib ketdi dedi. Va tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna, jannatdagi barglardan darov avratlarini yopishga keyin harakat qildilar dedi. Otamiz bilan onamiz. Hazrat domla aytarlarki, shu yerda qarang, Alloh taborak va taolo Odam alayhissalom bilan ayollari Hazrati Havvoni va shaytonni ham mijozini, tabiatini aytib qo'yapti. U daraxtni yesa jannatda abadiy qolish xislati bo'lmagan, balki u daraxtni yesa odamni yalang'och qilib yuboradigan xislati bo'lgan aslida. Shayton bildiki, demak shaytonni mijozida odamni balasini yalang'och qilish xislati bor ekan. Avratni ochilishga kim da'vat qilib turgan bo'lsa, bilingki, u shaytonning nasibasi bor odamda. Avrati ochilgan zahotiga uni yopishga harakat qilish bo'lsa, bizni otamizning tabiatida bor. O'shanda aytadi, shoshilib tezda avratini yopishga ikkovlari harakat qildilar. Bu avratni ochish bilan ovora, ular avratni yopish bilan ovora deydi. Va nadahuma robbuhuma alam anhakuma an tilkuma ash-shajarati. Robbilari aytdiki, men sizlarga bu daraxtdan yemanglar deb aytmadimmi dedi. Va aqul lakuma inna shaytona lakuma aduwwun mubin. Men sizlarga bu shayton sizlarga ochiq oydin dushman deb aytmaganmidim dedi Parvardigor. Qala, ikkovlari keyin aytdilarki, Robbana zalamna anfusana, ey Robbimiz, biz o'zimizga zulm qilib qo'ydik dedilar. Va illam taghfir lana, agar sen bizni mag'firat qilmasang, aybimizni kechirmasang, va tarhamna, holimizga rahm qilmasang, lanakunanna minal khosirin, ziyonkorlardan bo'lamiz dedilar. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Endi Alloh taolo aytdiki, endi hammalaring yerga tushinglar dedi.
odam ham borlar, Hazrati Havvo ham borlar, shayton ham tushdi. Nima bo'lib tushdi? Bittalaringga dushmansizlar endi dedi.